Men bu $300 daftarga yozib qo'ygin, Boburga berib yuboraman. U o'rtog'ingiz oldingi olganlarini ham bergani yo'q-ku hali. 2 yildan beri qarz berib boqqan shu bolani. O bechora 2 yildan beri oila ololmaydi. Ishxonasi oylik bermayapti ekan. Oylik bermayotgan bo'lsa sizda nima ayb? A? Sizda nima ayb? Ana borsin, sudga bersin, prokuraturaga yozsin. Unaqa yurmasdan vaqt o'tkazib. Xitri u bola. 2 yil indamay yurdi. Endi sudga beradi-da, katta shtrafi bilan oladi. Ko'rasan? U xitri emas, u qonunni bilmaydi. Sud davom muddatini qo'llasa, 6 oydan ortig'ini ola olmaydi baribir. Ne ololmas ekan? O'zini ishlagan oyligi-ku. Nima ular bemalol birovni haqqini yeb ketaveradimi? Mana qarang, magazindan yogurt oldingiz. Uni 10 kun xolodilnikda saqladingiz. 11-kun ochib qarasangiz, achigan ekan. Magazinchiga olib borib, "Sen menga achigan yogurt sotibsan" desangiz, sizga qarab, siz deydi olib ketganingizga 11 kun bo'ldi. Surogini o'tkazib, "Endi olib kelyapsizmi menga?" deydi. Sudda ham shunaqa. Surogi o'tgan ishlar hal bo'lmaydi. Tushundingiz? O menga qara, srochniy ishxonangni sudga berishing kerak.